ajoyib lavha bo'ldi. Menimcha, bu manzur keldi degan umiddamiz. Juda ham qiziqarli, munosib ma'lumotlarni ola bildik meni nazarimda va albatta barchangizni yana bir bora ogohlikka chorlab qolamiz. Bejizga aytilmaydi, o'z uyingni, o'z mulkingni o'zing asra. Azizlar, jahon tajribasiga ko'ra ham aynan kiber xavfsizlik bilan bog'liq jinoyatlarning aksar qismida insonlarning ilmsizligi, ongsizligi va befarqligidan foydalanib mana shunday jinoyatlarga qo'l urar ekan firibgarlar. Biz ularni tanmaymiz, ular o'sha parda ortlaridan kelib g'oyibona tarzda bizga do'st tutunib, telefon raqamlarimizni, karta raqamlarimizni olishga urinishlari mumkin bo'ladi. Biz esa imkon qadar aholimizdan 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan insonlardan qat'iy so'ragan bo'lar edik. Shaxsiy raqamingizni, karta raqamlaringizni, pul mablag'laringiz aylanma bo'ladigan hisob varaqalaringizni, sonini, raqamlarini hech kimga ayta ko'rmang va begona qo'ng'iroqlarni qabul qilmang. Yaxshisi, siz u qo'ng'iroqlarni bloklab, maxsus qora ro'yxatga kiritib qo'ysangiz, ayni muddao bo'ladi. Ogohlik davr talabi. Muxlisaxon Mahmudovani ko'tarib chiqqan mavzular uchun alohida tashakkur izhor qilamiz. Biz esa dasturimizda davom etamiz va Hazrat Navoiy ijodiga bag'ishlangan maxsus lavhalar davom etadi. 585 yil bo'libdi buyuk bobo kalonimizni tavallud topgan sanasiga. Demak, 600 yildan beri dunyo haqli ravishda turkiylar olamini so'z mulki sultoni Navoiy hazratlari bilan faxrlanadi. Bugun Navoiy hazratlari bilan nafaqat biz o'zbeklar, yaqin sharqda yashaydigan Osiyo xalqlari, dunyo xalqlari, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi mahalliy aholi, hindu aholi qabilalari ham maqtanar ekan. Chunki Navoiy 8 milliard odamga tegishli. Faqatgina 30 million yo 40 million o'zbeklargagina emas. Bu umum insoniyat mulkini tarannum qilgan, uni dahosi umum insoniyatga tenglashtirilgan deya bekorga davlatimiz rahbari o'zlarining chiqishlarida bayon qilmaganlar. Va yana bir narsani aytib o'tish lozim Vahobiddin aka, bugungi kunda o'sha ma'lumot sifatida qayd etish lozim. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy ikki tilda mukammal ijod qilgan ekanlar, turkiy va forsiy tilda. Turkiy tilda Navoiy, forsiy tilda esa Foniy taxalluslari bilan ijod qilganlar. Buni yoshlarimiz bilib olsalar, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Va mavzuda davom etamiz. Demak, san'at, madaniyat mavzusi bugungi kunning dolzarb mavzulardan biri. Chunki inson tarbiyasi, inson ma'naviy olami aynan san'at, madaniyat, mana shunday tasviriy asarlar, qo'shiqlar, navolar ohangi bilan yuksaladi va maromiga yetadi. Azizlar, yana bir ajoyib suhbatdoshimiz bor. Demak, so'z navbati hamkasbim Nilufar Haydarovaga. Rahmat, ularni tanishtirib o'tamiz. Navoiy shahar kelajak markazi tasviriy san'at tugaragi rahbari Guljahon Ergasheva studiyamizning navbatdagi mehmoni. Assalomu alaykum. Guljahon opa. Sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda shodmiz. Bugun mana shu ijod namunalaringiz bilan studiyamizga tashrif buyurdingiz. Biz bir qarashda mana shu rassomchilik, tasviriy san'at inson ruhiyatiga ham, uni bir ko'tarinki kayfiyatda bo'lishiga ham xizmat qiladi. Mana shu ijodda faoliyat yurityapsiz, shogirdlar tayyorlayapsiz. Tugarak rahbari sifatida tasviriy san'atga bir so'z bilan o'sha e'tibor qaratadigan bo'lsak, qanday yoshlarni nimalarga e'tibor qaratishni istar edingiz? Kimlarni yetishtiryapsiz? Bugun kelajagimizning munosib varislarini yetishtirishda, ularni estetik, madaniy jihatdan faol bo'lishga undab kelyapsiz. Shular to'g'risida ma'lumot bersangiz. Va qo'limizdagi mana shu surat bilan Nilfarxon suhbatimizni boshlasak, qarang, bugun Navoiy hazratlari tavalludining 585 yillik yubileyi nafaqat Navoiyda, balki O'zbekiston Respublikasida va butun dunyo ahli tomonidan keng tantana qilinmoqda. Mana shu surat tarixiga qiziqib qoldim. Keling shu surat tarix bilan boshlasak suhbatimizni, marhamat. Men Navoiy shahar kelajak markazi tasvir san'at tugarak rahbari bo'lib ancha yillardan beri faoliyat yuritib kelaman. Alisher Navoiy bobomizning 585 yilligiga bag'ishlangan o'quvchilar o'rtasida tanlovlar tashkil qilib, o'quvchilarimizni
o'sha tayyorlagan ijodiy ishlardan g'oliblarni topib rag'batlantirdik. Va bu surat aynan o'quvchilarimizni qalamiga mansub, to'g'rimi? Shunday, bu Aynan mana shu suratni o'quvchi chizgan. shunday o'quvchimizni qalamiga mansub. G'oya. 11-sinf o'quvchimiz bir ayrim sabablarga ko'ra kelolmadi. Ularning ijod namunalarini bugun mana shu studiyamizda ko'rib turibmiz. Ularga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor Qoyil etamiz. mana shu Navoiy tasvirini bir o'ziga xos tarzda rangin holatda gavdalantirilgan va bu yerda biz Navoiy hazratlarini o'sha qizil baxmal bayram libosida ko'rib turibmiz. Bilamizki, Turkiya xalqlarida qizil baxmal bu g'alabani, katta bir yuksak marralarni egallaganda muzaffariyatni timsoli hisoblangan. Adashmasam, mana shu o'rinda Navoiy hazratlarini bir g'alaba timsolida gavdalanishi ham bejiz emas, chunki haqiqatan turkiy dunyoni so'z mulkini sultoni Navoiy hazratlari barcha jabhalarda g'alabaga, muzaffariyatga erishgan benazir inson bo'lgan, to'g'rimi? Bugun rang tasvir to'g'risida gapiradigan bo'lsak, rassomchilik bu ranglar, chiziqlar va shakllar orqali his tuyg'uni bayon etish deyiladi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'quvchi yoshlarimiz bilan o'sha rangda ishlaganda ular kayfiyati ko'tariladi. Yanada ijod qilishga harakat qiladi. O'sha bizani kelajak markazimizga tasviriy san'at yo'nalishiga doimiy o'sha qiziqqan o'quvchilar keladi. Hozirgi kunda 20 ga yaqin shogirdlar tayyorlab boryapman. Viloyatda, respublikada qolaversa, nimada Tanlovlarda. Tanlovlarda shu o'rinlar olib kelyapti. Guljaxon opa, bugun o'sha rassomchilik, tasviriy san'at deganda o'z yo'nalishlari bilan namoyon bo'ladi. Mana shu yo'nalishlar to'g'risida realizm, impressionizm, abstrakt san'ati, portret, manzara, natyurmort. Ushbu yo'nalishlarni qaysi birida alohida o'z ijodingizni namoyon etyapsiz? Qaysilarga murojaat qilasiz? Hozirgi kunda portret yo'nalishida, natyurmort yo'nalishida, miniatyura yo'nalishlarida ijod qilib kelyapman. Kamoliddin Behzod rassomlarimizdan o'sha kishini ijodlariga havas qilgan holda ko'proq men miniatyura yo'nalishida ijod qilib kelaman. Va o'quvchi yoshlarimizga ham o'sha asarlarni yetkazishga harakat qilaman. Imkon qadar hozirgi kunda o'quvchilarimiz ham ijodga sho'ng'ib, o'sha maktabdan bo'sh vaqtlarida ijod bilan band, vaqtini samarali o'tkazyapti. Shunaqa vaqtini qanaqadir bir internet oqimlariga kirib qo'shilib ketmaslik uchun o'quvchilarimiz hozir vaqtini imkon qadar fan to'garaklariga, hunarmandchilik to'garaklariga yo'naltirib, shahar miqyosida 23 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha 23 ta maktab bilan birgalikda hamkorlikda shartnoma qilib, o'quvchilarimizni vaqtini qamrab olib, mazmunli tashkil etyapmiz. Juda ham yaxshi. Endi bugun yoshlarimizga rassomchilik, rang tasvir olami nimalarni beryapti desak to'g'riroq bo'ladi. Nimalarni hadya etgan bo'lardi rassomchilik to'garagida? Masalan, estetik didi shakllanadimi? Nimalar bera oladi rassomchilik? To'g'ri aytdingiz. O'sha estetik tarafdan qiz bolalarimizga ko'proq dizaynerlik yo'nalishlarida ham dars beraman. Ularda kiyinish odobi, yurish turish, ko'chada o'zini tutish odobini beradi. Tasavvur va ijodkorlik qobiliyatini shakllanishda ham rang tasvir o'ziga xos bir ijodni namoyon etishiga ham yordam berar ekan. O'sha o'quvchilarimiz, tasviriy san'atga qiziqqan o'quvchilarimiz da sal anaqa nutq kamroq bo'ladi, lekin ularning ichki dunyosi go'zal bo'ladi. O'sha go'zallikni imkon qadar ilg'ay olishadi. Ilg'ay olishadi va o'sha suratlarda qog'ozga aks ettirishga harakat qiladi. Tasviriy san'atdagi o'sha ijodkor o'quvchilarimizni ichki dunyosi go'zal bo'ladi. Ular o'zini ichki dunyosini o'sha qog'ozlarga tushirishga harakat qiladi.
Juda ham yaxshi. Va bu o'z navbatida o'sha yoshlarimizdagi iste'dodni ilg'ay olish va uni to'g'ri yo'naltira bilish ham muhim ekanligini maydonga olib chiqadi-da. Bugun yoshlarimiz rang tasvirga, san'atga qanchalik ko'p arjumand bo'lsa, oshibda bo'lsa, demak, ularning kelajakda qalb dunyosi, ma'naviy olami ham yuksalib, ruhiy boyib boraveradi. Ayniqsa mana shu rang tasvirda ranglar jilosi dedi. Farxon to'g'ri aytdilar. Istaymizmi yo'qmi? Qalbimizga yaqin ranglar jilosi bor-da. Siz ana shu asarlarda o'zingizni shogirdlaringizga rang tanlashni ham o'rgatasizmi? Deylik, issiq ranglar bor, sovuq ranglar bor. Marhamat. O'sha o'quvchilarimizga men rang tanlashda issiq ranglarga, masalan, quyosh kabi issiq qizil, sariq ranglarimiz, oranjviy ranglarimiz issiq rangga kiradi. Ko'k, yashil, binafsha ranglarimiz u sovuq rangga kiradi. Ranglarni ham o'zaro mutanosiblikda ishlatib bilishlik bu o'sha iqtidoriga ham bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Ijodkor o'sha har kuni ishlash kerak. Bir kun to'xtasa orqaga ketadi. Tasviriy san'atga masalan qiziqmagan o'quvchini ham imkon qadar har kuni ijodga yondashsa, o'sha yo'naltirsa, u yana ham mukammalroq bo'ladi. Rivojlanadi. Mukammal bo'lib, o'sha qo'lidan kelmagan o'quvchilarni ham harakat qilsa, rassom bo'lib yetishiga, ustozga bog'liq u narsa. O'sha o'zida bor ijodini o'sha o'quvchiga bera bilish kerak, o'quvchidagi qobiliyatni yuzaga chiqarib bilish kerak. Shunda o'quvchilarimizdan bir yaxshi kasb egasi, yaxshi bir hunarmand egalari natija chiqadi. Juda ham yaxshi. Guljaxon opa, yana bugun eng yosh o'quvchingizni bir aytib o'tsangiz, eng yosh, masalan, yosh jihatdan ham ularni saralab olish mumkinmi? Tasviriy san'atda. Masalan, sportda aytishadi Vahobiddin aka, 5 yoshdan yuqori farzandlarni yo'nalishlarda ham alohida o'rin tutadi-da, yosh mutanosibligi. Tasviriy san'atda ham bu muhim o'rin tutadimi? Kelajak markazimizda 6 yoshdan 18 yoshgacha o'quvchilar yosh chegaralangan. Hozirgi kunda 6 yosh mendagi shogirdim, menga kelib ta'lim oladigan shogirdim Muratov Behruz yigitimiz o'sha shunchalik ijodi qiziqishi bor. Hozirdan o'sha bog'cha yoshidan tanlovlarga qatnashib o'rin olib kelyapti. Men o'ylaymanki, kelajakda bir buyuk rassom bo'lib yetishadi degan umiddaman. Albatta, bugun shogirdlarning yutug'i sizning yutug'ingiz sanaladi va ularni yaxshi bir natijaga erishishlarda siz ko'makdosh, yelkadosh bo'lib o'z san'atingizni, mahoratingizni ularga o'rgatib kelyapsiz va bu yo'lda aslo charchamang deymiz, izlanishdan tolmang. Rahmat mazmunli suhbat uchun. Juda ham bir chiroyli suhbat bo'ldi. Men nazarimda aynan Guljaxon rahbarlik qilayotgan jamoaga o'quvchi yoshlar kelishi bundan ham ko'payadi degan umiddamiz. Chunki hozir kichkina dars, mini dars mashg'ulot o'tildi. Aynan Tugarak misolida ko'rdik. Tugarak misolida mutaxassis sifatida sizni ishlaringizga omad tilaklarini yo'llaymiz va albatta mana shu Navoiy hazratlarini ijodi bilan boshlangan ijod yo'li o'sha ajoyib o'quvchimizda bardavom bo'lsin. Kelajakda o'sha Navoiy hazratlarini asarlariga bitilgan maxsus kolleksiyalar, maxsus pannolar, maxsus devoriy suratlar bilan shahrimiz ko'chalarini, katta-katta muzeylarni, katta-katta san'at dargohlarini bezash, katta-katta demak rassomlik pavilyonlarini bezash ularga da nasibi ro'z bo'lsin deymiz. Azizlar, mavzularimiz davom etadi. Maxsus lavha va biz Guljaxonga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.